Assalomu alaykum hammaga. Men bu yerdaman. Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Kamol Qo'qorov video kanaliga xush kelibsizlar. Tushaman pastga, keyin sizlarga aytib beraman. O'rtoqlar, iltimos qilib qolaman, yaxshilab joylashaveringlar, chunki bizning kanalimizda hali bunaqa challenge bo'lmagan. Agar tayyor bo'lsanglar, birinchilarni ishtirokchilar bilan tanishtirib o'taman. MC Dosh, MC Kunduzi va MC Omonxon. Let's go! MC Dosh. Yaxshimisiz, jigarim? Omonxon yaxshimikan? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q. Yo'q, ha? Kayfiyati yo'qmi Omonxon? Dudosh qalaysiz? Zo'r, dudoshli. Dudoshli kunmi bugun? Dudoshli kun. Demak, men sizlarga sraz challenge o'tirib o'taman. Ko'rib turibsizlar, avtobuska bor. Balandligi 30 metrgacha. Bu bizlar uchun chaqirilganmi bu? Sizlar uchun mana shu balandlikdan sizlar bir narsani tashlashingiz kerak bo'ladi. Sarvarjon, bering. Iltimos Omonxonni tashlab olaylik. Qo'shilaman. Tuxum. Bu sizga Qanaqda yoriladi-ku bu, Kamol? bundan keyin beraman. Mana shu tuxum. Mana shu tuxumni sizlar 30 metr balandlikdan tashlashingiz kerak bo'ladi. Ayo, nima maqsad? Maqsad shundaki, sizlarning har biringlarda 1 soatdan vaqtingiz bor. O'zingizlarga berilgan tuxumni qanaqa qilib bo'lsa ham saqlab qolishingiz kerak. Faqatgina tepadan tashlayotganingizda pastga narsa qo'yish mumkin emas. Faqatgina shu tuxumni o'zi bilan nimadir qilishingiz kerak va har bittanglar uchun eslatib o'taman, bizda byudjet bor. Har odam boshiga 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan. 50 mingga nima qilsa Hozir yorib qo'ysam nima bo'ladi? Qo'limdan tushib yutqizdingiz. Aytgancha yutgan odamga priz bor. Ucha hech kimga yorilmasa-chi. Agar hamma yutsa, prizni bo'lib olishlarga to'g'ri keladi. Shuning uchun kimdir yutqizishi kerak. Kattaroq pul sizlarga tushadi. Hozir o'zida kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, videoga like bosinglar va ko'ramiz kim tuxumini asrab qoladi ekan. Okay. Omad, rahmat, videoga like bosib qo'yinglar. Xo'sh, o'rtoqlar, bizda navbatdagi challenge quest. Bu challenge-ni biz bundan oldingi blogerlarga shart videosining birinchi qismida ham olgandik. Sizlarga yoqdi, o'shaning uchun mana shu qismda ham quest. Faqat bu safar yangi ishtirokchilar bilan. Kelinglar, biz birin-ketin tanishtirishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib Real Madrid formasidagi legenda. 52 не сексаун. Гонку меня на встрече 5 Let's go! Bizda ikkinchi ishtirokchi bu Alixonov. Axir nima gap? Tinch, brat, lekin qo'rqonman ozgina. Bizda uchinchi ishtirokchi legendarniy YouTuber. Eng zo'r O'zbekistonning to'xtang. Motivator deyin. Motivator. Bu MC Baburello. Adayqchi Barello. Uchalamiz yig'ildik, nakонец-то qattadir. Hurmatli ishtirokchilar, bizani quest xonamizga xush kelibsizlar. Sizlarga 1 soat vaqt mana shu quest xonadan chiqib ketinglar. Vaqtingiz ketdi, bo'ldi. В смысле, qanaqa qilib turib chiqib ketish kerak? Bo'ldi. To'xta, jimjim. Bu yerda xona bormi? Qanaqadir yana? Yo'q, bo'ldi. Mana shu xonadan chiqishingiz kerak. Mana buni ochchi. Ha, kalitni topishimiz kerak. Tak, уже abuzer boshlayapti harakatni. Kalitni topishimiz kerakmi? Wow, уже shkaf ochildi. Allohga shukr. Bragaga, assalomu alaykum. Shogirt bir-birlariga kiyintirib qo'yinglar-da. Qizlar bilan bolalar bir-birigami yo? Shogirdmangami? Mana. Qalay, yaxshimi? Fayzli oqshomimizga xush kelibsiz do'stlar. Mana shu shapkani kiymang. G'alati bo'lib qolasiz. Kalga o'xshab qolaman. Bittasi kiymasangiz g'alati bo'lib qoladi. Mayli kiymang, kalga o'xshab qolaman. Bitta kiyib, Men bitta kiyib ko'ring-chi. Kalga o'xshab qolaman. Bitta kiyib ko'ring-chi, mana. Rabik bilan teng bo'lsa kerak. Kalga o'xshab qoladi. Yo. Normalniy. Normal. Bola tug'diradigan xotinlar o'ladi. Voy, cho'tki turibdi. Jinnimisan? Mana Bu qizga zo'r turibdi. Yo'q, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Ozodaga yarashdi boshqa Yozinglar, iltimos yozinglar. Yashita krassotka. Yarashmayapti-da. Yaxshi turmayapti-da. Syomkani boshlashimiz kerak. Ovqat tayyorlashimiz kerak. Yaxshi. Всё, tak. Xo'sh, o'rtoqlar, bizda navbatdagi challenge
zo'r, ajoyib ishtirokchilar kelinglar. Qizlar jamoasidan boshlaymiz. Bular Ozoda Jo'rabekova, Zarina Ergasheva va albatta Shohruz Siviy va Azimchik janoblari. O'xshadimi? Qara. Qani? Voy. Voy! Faizli. Va bugungi challenge shartlarini sizlarga qisqacha tushuntirib o'taman. Bizda qizlar jamoasi bor, bolalar jamoasi bor va sizlarga kerakli masala qilishyoqda, sizlarga kerakli masala qilishyoqda. Va ikkita jamoa ham o'zlari xohlagan ovqatni tayyorlashadi. Va qaysi jamoa mazaliroq ovqat tayyorlasa, aynan o'sha jamoa yutadi. Va sizlarni bugun tayyorlagan ovqatingizga men emas, boshqa bizada 3 ta juri bor. Ular haliroq keladi. Chekmayapsizmi? Ovqat tushunadigan odamlarmi ish qilib? Ovqatni tushunadigan odamlar va aynan o'sha insonlar mana shu ishtirokchilarimizni qilgan taomlariga baho berishadi. Qizlarga savol birinchi. Agar ruxsat bersanglar, savolim bor qizlar. Bemalol. Nima tayyorlaysizlar bugun? Biza Uyg'ur lag'mon tayyorlaymiz. Nima? Uyg'ur lag'mon. Uyg'ur. Bolalarnikini eshitaylik-da hozir. Men boladan so'radim. Azim, Shohruz, nima tayyorlaysizlar dedim. Obraz bilan aytamiz. Nima tayyorlaysiz? Xo'p, mana men so'rayolmaslardan. Azim, Shohruz, xo'p, ko'rsatuvga chaqiryapman. Nima ovqat tayyorlab berasizlar? Steak. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar, biza challenge'imizni boshlaymiz. Right. Faqat sizlarga mana tayyorlab qo'ygan bitta surprizim bor edi. O. Eshitishga tayyormisizlar? Pul. Qirini sezdim. Jamoalar bunaqa emas. Voy, naqma? Sizga o'taman. Ozoda, Zarina bu yoqqa. Voy nega! Voy, yes! Yes! Zarina? Nega? Voy, sho'dda tushib qoldi siz bilan bo'lganingiz. Men lag'mon tayyorlash holidan dod. Nima dedi? Unda qo'rdim. Qimmatbaho steyklar yeymizmi? Xo'sh, shunda biz qaysi ovqat qilamiz? Xo'p, siz lag'mon qilasiz. Eng qizig'i lag'mon bulardan chiqqan fikrda. Bizada ham steyk azmaydi. Sizlar steak qilasizlar. Mana bizni go'shtimiz. Ani go'sht bizaniki. Qattiqmi? Men bilmayman yaxshi tayyorlashni, faqat urishib baqirib tashlamang. Okay, urishib baqirishlar yo'q ekan. Ya, men umuman oilada tinchlik, xotirjamlik bo'lishini xohlayman. Bo'ldi, unda davaychi, landi, o'yin boshlandi. Necha kira necha edi? 5 kere 5 25. 70-75. Davaychi, boshlaylik. Nimadan boshlaysiz shu? Men hozir Birinchi bo'lib biza komonni kadrdan chiqarib olishdan boshlashimiz kerak. Men birinchi o'rinda chastbiga steak deb yozdim. Endi жареный lagman yozaman hozir. 50 ming yeb ichib tuxumsinsa sinibdi nima? Mani ideyam bo'yicha men nimani o'ylayapmanki, men Omonxon qanaqadir eksperiment qilib ko'radi. Men juda ham oddiy yo'l o'yladim. Hozir magazinga borib ko'rsataman. Ha, men yutaman bugun. Men yutaman. Men bugun yutmasam, duzoshmasman. Yutaman. Ketdi! Shuni tushib ketsa. Baklashkani, 5 litrlik baklashka bor-ku. O'shaqa baklashkani tepasini kesib, ichiga gubkalar solib chiqib, tuxumni birinchi qog'ozga o'rab, keyin naskiga tiqib, keyin uni baklashkani ichiga tiqib, baklashkani usti skotchlanadi. Agar men 50 ming bergan puli yetsa, paket olinib parashyut qilinadi. Yetmasa olinmaydi, baklashkani o'zi tashlanadi. Men shunaqangi narsa qilmoqchimanki, kamgina rasxod bilan yutib ketmoqchiman. Bitta paket olib, hamma o'tlarni yulib, ichiga qo'ysam, tuxum qo'ysam ichiga. Baribir o'tli yumshoq-ku. Sizlarmikan, nima bo'lsa? Tezroq shoshiling, 1 soat hali buni narsani olish o'tib, narsani olgandan keyin hali yasash ham kerak. O'sha priz nima? Tipi misol uchun agar Komol 5 olib rahmat degani priz bo'lsa, unda ketkizgan vaqtimgacha nima? Kstati tushib ketsa mabodo 50 mingim bor-ku, o'shanga bitta dona tuxum olib, o'rniga qo'yarsam bo'ladimi? Bo'pti, hozir biz gubka olishimiz kerak, baklashka olishimiz kerak, naska olishimiz kerak. Ha, arzonroq joy bo'lsa yaxshi bo'lardi-da. Bozorim, Maksim Gorkiga boramizmi? Parkinskiyda bor-da. Parkinskiy uzoqda. Mana kalit. Abyuzer qanaqasiga? Tushunmadim men. Endi o'yin boshlandi-yu. Men bu safar bolalarga ortiqcha yordam bermayman. Bolani o'zi topish kerak. Shunda men buni kalitini topishimiz kerakmi? Xuddi shunaqa. Mana bitta kalitim bor, qarang. Aha.
Nima bo'lyapti, bolalar? Kalit topdinglarmi, kalit? Ha, topdik birinchi kalitni. Nima hech nima ochilmas ekanmi? Bagajda Mana yo'q. ochib ko'rdingizmi, abu? Mana buni ochib ko'rdingizmi, abu? Zug sig'irasan. Ma'muliga tushmaydi bu kalit. Ikkalasi hammi. Abyuzer zamokka ochyapti уже. Nimadir ochildi. Nima ochdingmi? Va buni ichida hech nima yo'q lekin no tepalarida Eng qizig'i, o'sha tortmaning ichida knopka bor. Birinchisini ochdik. Bu ikkinchisiga ham tushmaydimi? Babrello, Ha, nimadir yordam bersang-chi ishtirokchilarga. tushunmayman, qanaqa qilib quest va birinchi marta umrimda ishtirok qilaman. Jigar, mendan ko'p ajdaniya qilmang. Xo'p, abyuzer, oh siz уже questda qatnashgansiz. aha Siz nimadir tushunishingiz kerak. tushunayman, ozgina yetmayapti просто. Nima bo'ldi? Tortma ochildi, ichidan hech nima chiqmadimi? Yo'q. Vay! Yomon sassayapti lekin bor. Men nima qilyaptim? Bo'yimni ishlatmoqchi edim, o'xshab. Down. Babrellodan bitta motivatsiya eshitmaymizmi, motivatsiya? Oytay, bitta motivatsiyami? Realniy egoist otdi. Лучше bitta gol urib. Нет. To'g'ri. Lutchi bitta Лучше komandang bitta urib. Yo'q. Nima deyapti? To'xtang, boshlatdi. Realniy egoist otdi. Что лучше, agar komanda bitta gol urib yutqazsa, u yomon. Bu yomon. Agar sen 3 ta gol urib yutqazsang, bu yaxshi. Ya, iltimos, boshqa motivatsiya berma, Babrello. Короче, tortmaning ichida tugma bor edi, abyuzer ko'rgani yo'q. Mana buni qarang, ichida hech narsa yo'q-ku. Aniq tortmaning ichida hech nima yo'qmi? Yo'q, hech nima yo'q tortmaning ichida. Ha. Babrello ochkisini berib tursinmi, Babrello? Yo'q, realniy hech nima yo'q ichida. Leon yaxshi qaramadim. To'xta, fonar yoqib qaraylik. Tiq qilyapti, lekin to'xtab tur. Mana bu tushirdi. Mana bu nima bu? Ana, Qattiqdir ochildi. Most Mana uy bilan. Tepasi bor. Bu nimani kaliti bu? Подожди. Bo'ldi, boshqa narsa. Bolalar, 40 minut vaqtinglar qoldi sizlarning, 40 minut. Ya qanaqa turib hozirgina 5 minut o'tdi-ku. Bassalom. Bu kanalda vaqt 2x yetyaptimi deyman. Kalitni boshi bu. Подожди. Xuddi boshida uzr. Mana bu nima bu? Realni nima bu? Berchi, ko'raychi. Mana bunda lekin naqasi bor ekan, narsa. Martga tiqsaychi. Abyuzer tiqadigan boshqa joylar bordir, qarab. O'shani aytayman-da, tiqadigan joy bor, lekin qatta ko'tim teshikdan boshqa. Most odada knopka. Buni bosib bo'ldim, boya ochildi-yu, mana shikar, qarab. Ha, biladi. Ya, lekin axror umuman yordam tegmayapti bugun bori. Bo'ldi bile. Yorib tashla, hamma joy yirtib tashla axror. Abyuzerga rahmat deylar. Bizga kerak bo'ladi non va chekitelda. Lag'mon qanday tayyorlanadi? O'shan bizga bering, lag'monimizni iltamiz. Anaqa qaynagan Marina kurash kerak mana bizga. lag'monimizni isitamiz. Go'shtni marinov Biz Donlowski kesdi bo'ladi. Davay. berib bo'ldilar. Men topdimmi? Berib bo'ldilar. Men topdimmi? Bola sodda bo'ladi, berib bo'lmaydi. Voy mayli qo'yavering. Soddalikdan berdilar. Voy mayli kerakmi? Voy mayli, boshingdan qolsin, boshingdan. Sen yonini oldingmi? Qozonimiz bor-ku. Bo'ldi. Jamoadoshingiz almashganidan xursandmisiz? Yo'q. Yo'q. Qanaqasiga xursand bo'lmayman. Xursandman, voy. Voy, sotqin. Yo'q, xursand emasman. No, xursandman. Anaqa lag'mon nimadan boshlaysizlar ishni? Lag'monni hozir. Havasim kelgandi-ya. Steykami? Elimangami? Yeyman deb o'ylagandim. Menimi, steykimi? No, Steykda. Yo, YouTube'dan ko'ringlar, uyg'urskiy lag'mon gatovka deb. Uyg'urskiy lag'mon. Atak bor? Yo'q, ko'r. Nechasini? Tartibida yo'q. Qo'ldan ChatGPT ham nechasini? Ye. Voshcha Qo'mo. Hozir men sanda bo'lganimda mumkin bo'lardi-ku. U boshqa vaziyat уже. Nechasini? Hozir o'zida videoga like bosingizdan chiqmasa va kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Tak, qani. Like bosinglar, like. Kanalga obuna bo'ldinglar. Obuna bo'ldinglar, rahmat kattakon. Biz davom etamiz. Хорошая работа. Хорош. Shohriz. Povurmisiz? Men Italiyada gonfile anaqasi bo'yicha master priz olganman. Nima qilishlayapsiz? Go'shtni qanaqa to'lashni bilmayman lekin. Mana shu bizning kamchiligimiz bo'ldi, do'stlar. YouTube'dan ko'rib oling bo'ldi. Hasan? Ya endi
Sizlar ham hali bor, joy yorib olmaysizlar buni, hop. Yo biz ko'rmaymiz-da, borimizcha qilamiz, tipo qo'limizdan keladimi? Qaranglar, hali uni jurilarni oldida shu ham rol o'ynaydi deb. Da. Da, o'ynaydi. O'ynaydi. Tasavvurga. Men jamoadoshim og'ir ahvolda, aziz do'stlar. Ozoda, menimcha bu ishni ozoda qilish kerak, azim. Ya, yuvib tursa bo'l, men o'zim anaqa qilaman. Ozdaxonni suvga qo'lini urdirib qo'ymayman. Azim kichkina qo'l. Mana shunaqa ekan. Chesnoni mana qilib turib, ezib keyin ochsin. Ya, yuvib qo'ysiz bo'l, men o'zim qilaman. Chesni ocha olmayapsizmi? Yo, ochamanmi? Ozdaxon qiynalmayapsizmi? Yo'q. Zarina, Labi. sherigingiz haqida fikringiz. Endi hali vaqtlimi baho berish? Ya Shustri naparnik. Shustri, Men turibman, nima qilay deb so'rayman. Oxiri ishim kartoshkaga qoldi. Shohruz Shustri deb kommentariyaga yozib qoldiringlar. Shohruz Shustri kommentariyaga iltimos. Endi Ozoda nima deysiz? 10 dan 10 qo'yaman. 10 dan 10 qo'yasiz azimga. Qo'yib ham bo'ldingiz. Qattigi Shohruzdan yaxshiroq. To'ppa-to'g'ri. Naryo sherigi 10 dan 10 qo'yapsiz, menga Shustri. Bo'ldimi? Qo'llarim qon bo'lib ketdi men bitta. Go'shtni o'zim urib. Короче, qizlar ideal bola. Ideal. Reально turasiz, hech narsa qilmaysiz, просто turasiz, nima qilib turing, nima. O'zicha prosta turaylik, o'zim qilaman, ovqatlarni. Shunday xizmatli bo'lsa. Mana mashhur suvdan keyin lag'monxona ochamiz. Lag'monxonada ulg'aydi, topmayin obro' e'tibor. Kamol Qo'qorov ko'rsatuviga kelib Shohruz ideal nomiga bo'ldi sazovor. Xarosh. Azimja kesolmayapsiz lekin. Yordam kerakmi? Yordam kerakmi degan sado keldi. Endi yo'q. Shohruz, siz sherigingiz haqida nima deysiz? Zarina haqida nima deysiz? Endi yaxshi inson, avvalambor. Yaxshi aktrisa. Sherigim zo'r. Azim, siz Men Zarina bilan bo'lishingiz mumkin edi. Ortiqcha so'z aytib o'tirayman. Prosta ideal deyman. Mukammal. Nima meni so'zim o'g'illayapsiz? Meni so'zim o'g'illayapsiz. Bebaho odamman. Bebaho o'zbekcha gapiraman. Bebaho. Mashalloh. Ana, mashalloh. Ya. Dindan xabari bor ekan o'zim. Dindan xabar bor, kiyimdan xabar yo'qmi shunda? Moda bu. Moda. Bijir qo'yib olamiz. Hozir o'yinni bitta sharti bor. Voy. Bu sizlarga. Yo, bu syomkaga anaqa emas. Ya bu sizlarga o'yinni sharti bor shunaqa. Xo'p, Azimjon. Endi menga qarang. Ko'zlarni yumib qo'yasizmi? Voy. Chap qaymiz, o'ng qaymiz, o'ling. Qarang, ko'p ish bitta ish chap qo'lda qilaman. Ovqat. Ovqatni o'ng qo'lda. Xo'p, o'rtoqlar, bizda o'yinda qiziq joy endi keldi. Ya'ni ikkita jamoaga ham qiyinchilik berildi. Bu ishtirokchilar ikkita qo'li boylangan bo'ladi. Bu jamoada bo'lsa Azimjonni ko'zi yopildi. 10 daqiqa o'yin aynan shunaqa davom etadi. Ko'zim endi ochildi. Mr. and Mrs. Smith bo'lyaptimi? Nima bo'lyapti? Bilmadim, Shohruz. Hozir qo'limni yuvib oling. Mana. Yaxshi sunarkansan, men qo'limni. Mayli, Azim, men uni ko'rishga ruxsat beraman. Bitta ko'rib oling. Armon bo'lib qolmasin. Men bu jigaringiz ahvolini qarang. Endi yoping. Endi yoping. Sizlarga o'zgarish bo'lmadi, baribir? Mana, marinovka. Hozir boshlanadi. Piyozimiz bor, piyoz. Piyoz bor. Mana piyoz tayyor bo'ldi. Azim ko'rib o'tgan ekan-ku. Azim deyman, mana ishlayapti. Qani piyoz. Sizlar ovqat tayyorlashingiz kerak. Biza hozir ko'p narsa tayyorlab qo'yishimiz mumkin, aralashmay turinglar. Kartoshka qovuramiz. Beni pichoqni yuvib bering. Iltimos. Aylaning. Azim aka shunaqa ekanlarda, anaqa ko'rmasalar ham his qilar ekanlar. Hamma narsani emas. Ovqat qotgan. Hozir men uyim yonidagi Parkent bozoriga keldik va tushib ketadi. Qachondir tushib ketadi, mana shu yoriladi. Короче, hozir men bitta xizmat bor. Kerak narsalarni olaylik-da. Parashyut o'xshamasa ham baklashga o'xshasa bo'ldi. Parashyut anaqada yo'q, qilanda yo'q edi. Biz xayolim kelib qoldi. Ham skotch necha pul? 50 ming. Necha pul bu? 5 mingdan. Razmer bir xil, prosta kesilgani. Mana buni 5 mingdan qilib ber. Xo'pmi? Ko'p kerakligi. To'g'rimi? 25 mingmi?
Tak, naska olamiz, ip olamiz. Bu o'zi meni mahallamda. Yanimda magazin bor. O'sha magazin meni tanishadi. O'sha yerga kiramanda aytaman. Menga bitta baklashka berib turinglar, deyman. Skotch bilan deyman, iltimos deyman. Bo'pti deydi. Assalomu alaykum. Mabodo 5 litrli bo'sh baklashka yo'qmi? 5 litrli suv o'zi yo'qmi? Suv o'zi yo'q ekan, katta. Просто qiziqishga bundan bitta olish kerak, baribir. Lekin men bundan arzondanmi? Do'stlar, mana bu tualetim bo'lmagan 16500 so'm ekan. Buni olamiz. Maqsud, shol. Menga qalin naski kerak. 19 ming ekan naski. Va xushvaqt do'stlar, albatta like bosib qo'yinglar, chunki bu videoda shuncha harakat bo'pti va like bosishlar eng katta sabab, chunki do'stlar bu videoda Kunduzi akamiz chiqyaptilar. Ikkita olsa ketsa kerak, umumiy 4 ta shara. Va shu bilan do'stlar biz olgan narsalarimiz mana shularni ko'rib turishingiz mumkin mana. Ani desa, bularni tez bo'tdan sotib olib, joyga borib, burchakka o'tib, o'zimizga kerak narsani olamiz. Tak, popkorn va hozir ko'rsataman sizlarga nima qilishimni. Bu yoqda skochlar sotilarmidi? Karamel cheese. 31 ming. 31 ming? Kichkinasini olib ko'raymikin, 24 mingdagidan. Nima deysiz? Mana bunaqa olib yoniga mashina qo'ymizmi yo? Tak, bu bundoq tushayotganda yumshoq amortizatsiya qilib beradi. Ya'ni yoniga uramiz. Nimaga bu yaxshi? Chunki buni tepa pasti ham, yon atrofi ham hamma yog'i 360 gradus o'ralgan. Ya'ni o'rtasiga solsak, shuni o'zi ham ushlab beradi o'zi. Lekin atrofiga mana bunaqa narsa ham uramiz. 3 ta yetsa kerak menimcha. Bundoq qilamiz. Hozir iyda 3 ta yetadi menimcha. Kakras mana men xohlaganim, kattasi, qalini. Endi hammasini yopishtirib ko'ramizda, sinab ko'ramiz. Tuxum sinsin, g'urur sinmasin. Abuzerga rahmat deylar. Voy, invite ketdi. Voy. Ay, bu buni kalti emas. Abuzer o'zi bilmayman, bu questni yaratgan odammi deyman, jigarlar. Mashkalit shuniki to'g'rimi? Ha, men kalit, men вот. Вот этот, jigar, вот этот. Давайте zigarlar, давайте. Ahror shundan qanaqa yordam beryapti Ahror? Moralniy, brat, поддержка. O bo'ttani terish kerak. Hozir eng qiyin joyi bolalarning kallasi ishlash kerak bo'ladi. Eng qiyin joyi. Kartinka sverxu qo'yib qo'yinglar. Shoshgan odam kuldiradi, shoshilmaydi. Tezroq yashash kerak. Aytgancha o'rtoqlar, shu joyda oranglarda kimni Telegram bo'lsa, bemalol mana Komol Qohorov nomli Telegram kanalimga o'tib olinglar. Silka havolada bo'ladi yoki mana shu chiqqan QR kodni bemalol skaner qilib qo'shib olsangiz bo'ladi. Hamma yangiliklar aynan mana Telegram kanalimda. Qo'shib olinglar, obuna bo'linglar, biz bo'lsa davom etamiz. Aytgancha yaqinda obunachi bilan bir kun videosini olmoqchimiz. Hamma yangiliklar ham mana Telegram kanalimda bo'ladi. Tak что obuna bo'lish esdan chiqmasin. Yo'qmi yana anaqalari? Burchak kerak, birinchi jigar. Qarang, men burchak, еще один burchak kerak. Yaxshilab ko'zinglarni yutaching. Tak, birinchisi ham ochildi уже. Nima bu? Qanaqasiga ochyapsizlar bolalar? Menimcha men puzzle yig'ishimiz kerak. Turlaring. Nima sen komandir bo'lib qolding? Komandir bo'lib qolganim yo'q. Men bundoq yo'qlariga tilim tegizib yurma. Sorry. O'ylashim bo'yicha sizlar shu yoqda qotdinglar, shu etapdan o'ta olmaysizlar menimcha. Tezroq mana buni yig'inglar. Mana shundan nimadir chiqadi 100 talik. Yarim o'shancha harakat Qizilga qizil. Boshqa yo'qmidi? Точно hammasini oldingmi? Qarang, bitta burchak yetmayapti. Yetmayapti bitta burchak. Bitta gap aytaman. Bolalar hozir berilib puzzle yig'yapti-yu. Puzzle umuman aloqasi yo'q. Puzzle просто chalg'itish uchun. Davay Baburello, zavos qilish kerak, zavos. Baburello. Zavos qilaman-da. Zavos bitta narsa bilan faqat bo'ldi. Chiqib yuboradi hozir bilan. Oy! Boshqa. Kat. Minusavr Baburello. Bilan. Qissa qolgan Bobur, iltimos. Sen oxirgisi. Mana nima bu? Mana nima edi? Bir lafsa mana. Hozir qarach qayerdadir bizga bitta knopka kerak. To'shto mana buni ochishimizga. Mana buni ochsak hammasi yasna bo'ladi. Lekin o'sha knopka qayerda? Mana buni nima uchun bizni terayapmiz hozir?
abyuzer to'g'ri gapiryapti. Faqat sal adashyapti. Ya lekin men sizlarni o'zi chiqib ketasizlar deb o'yladim, bolalar. Bayt qilmang, siz bayt qilmang. Ya bitta gap menga aytishdi, 8 yoshli bolalar bu xonadan yarim soatda chiqib ketar ekan. Sizlar o'zi yarim soatingiz o'tdi. Miyasi mana bunaqa bo'lsa kerak, oqib, bundoq qilib. Kunduzingni chaqirishingiz kerak edi. 3 minutda chiqib ketar edi. Короче, bolalar, hozir seyfini ochsa bo'ldi. Faqatgina seyfni ochish kerak. Eng qizig'i seyf kodi shundagina ularning peshonasini tegdi, lekin ular ko'rmayapti. Qatta deb o'ylaysizlar, xonani o'zingizlar yaxshilab ko'ringlar. Babrello. Ha? Nima deb o'ylaysizlar? Hozir sizlarga nima yetishmayapti? Bu yerda qiz yetishmayapti. Ahror, nima deb o'ylaysan? Sizlarga nima yetishmayapti? Bizaga aka normalniy ведущий yetishmayapti. Hop, abuzer, siz nima deb o'ylaysiz? Sizlarga nima yetishmayapti? Nega chiqa olmayapsizlar? Bizga parol yetishmayapti. Ha, topinglar unda, nima muammo? Vau! Спасибо, что помогче. Короче, это херня, не пазл yetishmayapti, ko'pinchasi yetishmayapti. Мне кажется, bu bayt. Bu bizning vaqtimiz yetdi. Babreloni birinchi marta kallasi ishladi. Yo, Ahror lekin juda yaqin yuribdi. Ahror o'sha yerda knopka bor, qaragin, bosgin. Просто men tizzam og'riyapti-da, bukila olmayapman. Men buni bosdik, to'g'rimi? Ha, bosdik uni, bosdik. O'shani Misol uchun, qaranglar, sizlarga hozir mana oddiy mantiqiy bitta savolim bor. Sizlarga kod kerak, to'g'rimi? Kod. Ya'ni seyfni ochish uchun. Aslani oldinglarda nima ko'p? Bizning oldimizda kitoblar ko'p, eng ko'p narsa bu yerda. Mana oramizda. Mana shu qarinimiz o'tdi. Yo, mana Babrello topadi, 100% men ishonaman. Babrello topadi bugun. Babrello Ahror bilan abyuzeri mana shu xonadan olib chiqib ketadi. 9, 10, 11, to'g'rimi? 11, 12, 12. Babrello kitobi sanayapti o'rtoqlar. Qiz, mosh 19. Zan. Bilad! Nimaga? Kamol o'tirmash kitoblarni sanagan deb o'ylaysan. Oylar. Ya anaqa Babrello jim o'tirsan ham ko'proq foydang teyarkan lekin. Seyf ochish uchun nima kerak bizga? Parol topish uchun qayerdadir podkastga bo'lgan bo'lishi kerak. Bo'ldi, anaqa netsiz bo'ladi. Shapka netsiz bo'ladi. Voy, juda ham qiynalib ketdim. Voy, qanaqasiga? Anaqa sizlar qo'ldiga nechasizlar? Meli shu komfortnimi? Bizga nima komfort? Menga любой narsa komfortli, bu kishi yetsin. Yo'q. Aytmoqchi bo'lganim, xohlasanglar yetsanglar bo'ladi, xohlasanglar shunaqa qoldiringlar, o'zingizlarga qaranglar. Men majburlamayman. Plus ball bormi bunga? Yo'q, hech qanaqa plus ball yo'q. Men bu mashaq turadimi, qozondinglar ishlamasiz? Yo'q, to'xtang, bu suv bor ko'chada. Suv yo'q-ku. Suv ko'rasizmi? Suv yo'q-ku. Suv hozir yudim-ku. Quridi o'zi. Shu joyda Kamol Qahhor YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Voy, ozoda eng zo'ri. Ozoda eng zo'ri. Bo'ldi, biz yutdikmi? Ha, yutdinglar. Aylaning. Ye. Bog'lab qo'ydinglar bitta qizga meni. Men aytaman, yechursanglar bo'ladi, o'zlari yetishmayapti. Oldimda bo'ling, yaqinroq bo'ling deyaptilar-ya o'shanga. O, готово. Tayyor. Niyati? Готово, gapimga javob. Ye. So'ravering. So'a, конечно. Sekin. Ha, yechib ola qolinglar, xohlasanglar, birodar. Yechamizmi? Farqi yo'q. Yechaylik. Professional fikringlar qanchada tayyor bo'ladi steak hozirlik? Bizaniki tez tayyor bo'lishga harakat qiladi. Harakat qiladi, lekin aniq emas, a? Aniq emas. Hop, sizlarniki qachon tayyor bo'ladi, Azimjon? Bizniki uzog'i bir 25 minutda, yarim soat. Men video aldamagan bo'lsa agar. Sizlarni yana chalg'itishga majburman. Mana tiyinayapti, sal-a? Omad, bemalol qaranglar. Sal pasaytiringlar, xohlasanglar. Zarina, buni qo'ying siz. Buni qo'ying, shohriz oling. Ha. Demak, ishtirokchilar joy-joyiga qaytadi o'rtalar. Yo'q. Voy. Rahmat, siz chiqganingizga rozi bo'ling. Sog' bo'lasiz. Ey, 90%ni qilib qo'ydim o'sha. Shuncha azim qilib qo'yuvdi. Mana qarashdi. Ha, qarashdilar. Bo'ldi, qaytinglar. Endi bolalar yutish kerak qizlarni. Endi qizlarni lol qoldiringlar. Voy, jigar. Hali kelasan demadim. Steak qilamiz, jigar siz bilan. Kelaman demeding. Albatta, jigar. Keldingmi? Men pichog'imni bera olinglar, men pichog'imni. Mana endi o'yin qizida ko'ramiz haqiqatda legendarniy jamoa Shohrisi va Azimchik yutadimi yoki-da qizlar Ozoda va Zarin yutadimi? Buni hozir bilganlikda ko'rib olamiz. Endi ovqatda ham yutsa bilmadim. Suv bor. Ichasizmi? To'kib oling. Ha, to'kib oling, xo'p. Hozir nima qilamiz, jigar? Kartoshkadan keyin.
Go'sht qovuramiz, keyin bezak beramiz. Xo'p, kartoshka. Men lekin steak bilan hech kartoshka ko'rmaganman lekin. Oldiga qo'yishga bezak uchun qo'yamiz. Ha. Bezak uchun. Qarang, Zarina qolgani yaxshimi deydi, azim o'tgani yaxshi bo'ldimi, Shohruz? Menga azimni kelgani yaxshiroq. Ha. Ya. Sotqin, ana. Azimaga joyizga qayting, bo'ldi. Eshitdingmi? Ha, qaysi rasaga olayotgan ekansiz-a? Ko'rdingmi jigarim? Bilib beraman. Men bizani hurmatli powerlarimizga xalaqit bermayman, bularga omad. Omadinglarni bersin, davayte. Go'sht shunaqa bo'tgan, normalmi? Normalmi. Menimcha biz boshqacha yog'da qovuramiz. Qani? Yo, u shunaqa bo'ladi, ko'piradi. Qizimagan yog'ga go'sht solgansizlar, o'shani shunaqa bo'ladi. To'g'ri. Men solganman. Ozoda solganda. Yo'q, o'chib qoldi-yu, kelman bu gaz. Gazda ayb, og'zida ayb yo'q. Gazda. To'pa. Indiyaliklar ovqat qiladi-yu. Indiyaliklar o'tdim jigar. Oxirida gaplashamiz, so'ru. Oxirida Meni ham parchori, champar. Ammo qizisa bo'ldi sizlarga. Yo'q, mana bularning tayyor bo'lsa bo'ldi. Keyin biz qolamiz. Sizlarniki bo'lib qoldimi? Hozir sek. Sekunda degani. sek, sal qoldi-ya, hammani. Yo. Sak dedi. Yelkalarim qimillab ketdi. Shohruz qachon pishadi ovqatimiz? Sek. To'xtab turinglar. Yo. Sak. Tez kerak ekan. Men bo'lib ketadi, hozir. Sak. Yo, sek deb sekundani ruslar rus tilida da. sek deyishadi, qisqartirilgan holatda. Bo'ldi, Zarina nima so'rasizlar sizlar? Biz anaqa bolgarskiy soldik. Biz tezlashdik. Qizlar tezlashdi va nihoyat. Cho'ta bolalar passiv. Yo'q, biz mana kutib deydi qozonini. Qani, Azimjon. Qani bismillah deb steak sovamiz. Qani. Yo, bismillah. Oy. Yes, sir. Woo! What's up? Oy. Buni olish kerak, yo. Bugun steak yeymiz. Pishirib olsizlar, уже mana bunga go'shtlarni qo'yib tursanglar bo'ladi. Mana bizga bersanglar. Da. Bo'ladi, albatta. Siz nima siz shu ozidaqa? Bitta hozir qizartirib olamiz-ku. Menimcha уже o'girish kerak-da, azima. Sal qizartirib pishiramiz-da. Hozir kuyib qolsa ham bo'lmaydi. Ho, steak juda mazali ko'rinyapti negadir. Ko'rinishi shunaqa. Ta'mi. Ta'mini xudo biladi. Uyaltirib qo'ymay Robbim. Endi oshxonada ham ovqat qilib ham qizlarni yutib qo'ysak. Videoning eng qiziq joyiga yaqinlashyapti. Qizlar yutadimi yoki deb bolalar buni haliroq bila olamiz. Biz bo'lsa hozir keyingi challenge o'tib turamiz. Let's go. Rayhona qiz nima qilayotgan ekan-a? Muzikalarni qo'yib olib. Nimaga salom. Hozir men turdim. Soat necha? Soat 13:44 men hozir turdim. 13:40? 15. 15. Kim? Kamol YouTube'ga? Ha. Sen suvasan, necham qilsan? Yorma. Yo'q. Jim. Hayotimni qo'yganman, hayotimni tikkanman. Jim. Tuxumim qani? Qani men tuturadi? Nima? Qani tuxumim? Yani sindirgan bo'lsa-chi o'shiga? Mana bu yerda o't bor ekan, shu o'tni paketimiz to'ldirib olsak bo'ladimi? Bizga o'tni o'zi kerak edi-da. Mana. Ha. Olsa bo'ladimi? Rahmat aka. Shunaqa yaxshi odamlar borligiga rahmat. Do'stlar, o'qitishmaydi, davayda shuncha mehnatga davayda like bosib tashlaylik. Aka, ismingiz nima sizni? Murod akamiz bizga yordam beryaptilar. Murod akaga rahmat deb kommentar yozib qoldiringlar. Rahmat aka. Lekin sanda yo'q, Do'stlar, biz endi mana shu oq tuxumni xumayli shu narsamiz yasaymiz. Buning uchun bizga birinchi bo'lib tualetning bo'lmagi kerak bo'ladi. Do'stlar, biz shunaqa qilib barcha tualetning bo'lmaganlarni yakunladik. Tugatdik, короче. Mana, ko'rib turganingizdek, mana kallamli narsa bo'ldi. Endi skochopga. Bo'ldi. O'sha. O'yinda hammani qaratib, super hitlarni tarqatib. Bizga keladimi? Oy, chista mustorlarni uyib ketamizmi deyman, ha?
Tak, hozir endi bizni mana sehrli tuxumimizni aktyor tuxumni soldi mana. Oldi tuxumni o'rtaga. Ana. Xo'p, mana bundoq qildi buni. Mana ko'ryapsizlar, mana o'zi mana. Singan o'zi tuxumi. Endi buni skochlaymiz hozir. Bizga yana bitta kukuruz kerak bo'ldi, to'g'rimi shunda? Bular Kamol ko'rib qo'rqib ketadi-yu, tuxumim qani deydi. Yana yordamlasha olasiz-ku menimcha. Ana. Hozircha buni janglyor qilsak ham sinmaydi, lekin menimcha, yana bilmadim. Qani bo'lmasa, ketdi. Sindirgan jinnimisan, bekitib qo'ygan, bekitib qo'ydingmi? Ber. Ber. Manda yo'q. Yo'q. Qani, men bekitib qo'y. Qani? Kim qildi? Kim qildi? Kim qildi? Kim qildi? Qara, Iskandar, tinchlan. Biz mana shu yerda stop qilamiz-da. Mana, svejitni tuxum olamiz-da. Mana shu bilan ketamiz keyin. Xo'pmi? Rozimisan? Buni aytmaymiz hech kimga. Umuman hech kimga aytmaymiz. Yo'q, kim sindirdi? Rayhonmi? Mushumi? Nima qildingiz? Voy. Rangi ham ikki xil buni. Bilib qo'ysangiz, bu oq, bu sariq. Bilmayman. Mana shu tez yasaymiz. O ochilmayapti. Konstruksiyam tayyor. Endi biz Kamol oldiga ketamiz. Tak, seyf ochish uchun nima kerak bizga? Parol topish uchun qayerdadir podskaska bo'lgan bo'lishi kerak. O'rtoqlar topdinglarmi? Qayerda kod yozilgan? Ishoninglar, bitta joyda kod yozilgan. Bular prosta ko'rmayapti. Yaxshilab qaranglar. Nimani hop qara, 150 mingta kitob chiqdi deylik. 150 mingta emas, 100 ta kitob chiqsa, mana shu 100 ta bo'ladi. Yo'q, buzasan hozir tegmagin. Ronaldo 7. Hop, qaranglar. 6-7. Men bitta savol beraman yana. Putinga urding. Yo'q. Qobilat. Xo'sh. Nima qilding? Bila, endi buni ovozi chalg'itadi odam. Hop, savol. Qaranglar, sizlarga savol beraman. O'chirib turman buni, hop. 3 ta narsa ochildi, bittasi ochilmadi. Aha. Mana bu. Yo, ano etot. Kartinka ochilmadi. Bekorga qo'yilmagandir-u. Kartinkami? Bu yerda qanaqadir chip yoki anov bo'lishi kerak. Boyaki bosib ko'rdim, prosta bosilmayapti ham-da bu. Men eng zo'r podskazkani ham berdim. Rasmdagi qizni qo'lidagi kitobni topish kerak-da. Har doim minus aura bo'lib kelyapti. Babrelloga ishonamiz hozir. Hamma ishonsin mana. Hammanglar axir bitta Babrelloga ishonvor. Da, Babrello ishonaman senga, jigarim. Bo'ldi. Babrelloni abuzer bo'ldi. Rasmni oldidan keting. Babrelloni bitta o'zini o'sha yerda qoldiring. Babrello sizlarga javob topadi. Davay Babrello, o'ylan, izlan. Men o'ylayman, bu yerda shkop yozilgan, shkopni ochish kerak. No, tushunmayman qanaqa qilib ochishni, to'g'risini aytsam. Bilash, rasmda nimadir bor. Yo'q, men yana qanaqa yordam berish kerak sizlarga, bolalar? Qochchimni rasmni ko'raysiz. Ha. 6 bor. 1 6 13. Попробуй. 1 6 13. 6-13 yili tak. Abuzer Babrelloni yo'qoting, anaqa rasmni oldidan. Hoji. Ochkisi ham yordam beradi. Все, есть еще 9. Tor, mana Tor 9 6. Блять, вот здесь нету. Nahotki Babrello topyapti. Nice! 49 66. 49 66. To'xtang. 49 martdan boshladingiz. 6 Tor 9. Anaqa Babrello. Oxirgi shans, oxirgi popetka bor, jigar. Tinko to'g'ri kelmayapti. Hop, muhim yangiligim bor. 20 minut vaqtinglar qoldi. Qanaqa o'chiradi mana buni Kamol? O'zi ozginadan keyin o'chadi. Вот, 4 9 9 6 6 lekin 13 ma bitti mana 13 ko'rib o'tmasang. Yutqizganlarni tan olasizlarmi? Yutqizganlarni? Yo'q. 4 9 6 To'xtat tur. 4 9 8 6. Bilet. Mana, qara.
Mana 4, mana 9, mana 8 mana. Ahror, sizlarni 10 minut vaqtinglar qoldi. 10 minut. To'xtang. 4, 6, 8, 9. Нет, полный. Alexa. Мне кажется, mana bittadan boshlash kerak. Kodda yutqizaylik, Pabratskiy, bila. 4, 9, 8. 4, 9. Da xuddi shunaqa qildingmi hozirgina? 4, 9. Har doim minus aura bo'lib kelyapti Babrelloga. Ishonamiz hozir, hamma ishonsin mana. Babrello sizlarga javob topadi. Davay Babrello, o'ylan, izlan. 4, 9, 6, 8. Chiqmadim hali. Open, let's go! Let's go! Aytdim, brat. Hech qachon taslim qilmang dedim. Wow, motivator. Ber buni endi kalta o'ynadi. Hali tonga. Sen ne chalg'itding? Tupo 3 ta, pastdagi 6 bor deydi. Yo'q. O'zing ko'rdingmi? 3 yozilgan edi. Yo'q edi, 8 bor edi tepada, chuchqoq. Bo'ldi, davay. Hal qildingmi, bo'ldimi? Sen? Yo'q, kalit. Bu kalit mana bu kalit ochadimi? Yesi. Yo'q, buni ochadigan kalit emas, menimcha Kamol bunaqa tez qo'yavermasa kerak bizani. Yes. Let's go! God damn! Brat, Dark Horse oxirida qildim. Ha, realni aytaman, 8 minut vaqtinglar qoldi. Realni 8 minut vaqtinglar qoldi. Sasim ham ketibdi-ya bu yo'q. Men puzzle nimaga edi o'zi? Puzzle bu chalg'itishga edi. Da. Bu yerda hozir 3 ta korobka, uchalasida ham har xil priz bor. 500 ming, 1 million, 1,5 million. Hozir oranglarda bitta inson tanlash kerak bo'ladi va tanlangan summa hammaga bo'linadi uchalarga. Kim tanlaydi korobkani? Tanla. Kim bugun karcher ishlatdi, shu tanlasin Pabratskiy. Yo, bismillah qani. Allohim o'zing uyaltirma. Ana! Go'shtik! Voyron! Jinnisi, voy stek! Zarina komandadoshimga qarashyapman azgina. Tan tadan tan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 
Qo'shchilar, agar tayyor bo'lsanglar biz Tayyormasmiz? Yo'q, tayyormisizlar, tayyor emasmisizlar farqi yo'q menga. Vaqt tugadimi? Vaqt tugamadi hali. Tayyorlaringlar va tayyorlash jarayoniga sahnada 3 ta juriyni taklif qilamiz, kelinglar. Noir Nabiyev, Shona Shodiyeva va Shef Abuzar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ovqat qo'ydi deb bolalar shoshib. Hali qovurroqdi lekin. Voy, hali qo'rqasizlar. Yo, tayyorsan keyin. Assalomu alaykum. Bormaylar bolalar. Assalomu alaykum. Yaxshi zo'r chiqadi-yu, mana. Yaxshimi? Aka, mana bu videoga baho bering mana. Bu hali restoranda ham bo'lmaydi-ku. Delicious. Delicious. Hop, Piyozga o'ldim. Shona opa hozir lag'moq qilibdilar. Nima deysiz bunga? Qara bir. Bo'shatdimi? Sho'rvasida, это ugurishga olaman. Da, Suv ko'p emas. suv sal ko'p. Suv ko'pmi? Aytdimmi? Yo, steak европейский yo'qda, yoniga piyoz o'zbekcha o'rtada. Aka, o'zligimizdan qochmadinglar. Noir, siz nima deysiz? Noir. Menimcha yaxshi chiqyapti deb o'ylayman. Men katta sahnaga Shona opani taklif qilmoqchiman. Shona opa keling. Sababi men aytdim ko'rsatuv boshida, meni prizim bor dedim. Eng qizig'i qo'shimcha priz Shona Shodiyeva YouTube kanali nomidan menga hozir etdilar. Qaysi jamoani taomi g'alaba qozonsa, o'sha jamoaga Shona Shodiyeva YouTube kanali nomidan $100 qo'shimcha priz ekan. Voy! Voy! $100mi? Hozir men o'zim steak qilib beraman. Endi voy 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 voy. Voy 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 steaklarim. Hoppa, hop. Harakat boshlanib ketdi, harakat. Yo, harakat endi boshlandi. Eshitishini qarang. Bolla tayyorlagan ovqat bu steak. Lag'moq. Nima qildinglar? Lag'moq. Steak eshitishini qarang. $100. Biz jurilarni stolga taklif qilib turamiz. Da. Sizlar tayyor bo'lishga qancha vaqt qoldi? 10 minut beringlar. 10 minut. Sizlarda qancha vaqt qoldi? 15 minut. Qaranglar, sekundomer qo'yildi. Rovna 15 minut emas, 10 minut emas, 12 minut vaqt
Ovqatinglar tayyor bo'ldi, bo'lmadi, stop bo'ladi. Vaqt ketdi. 12 minut vaqt. Omadinglarni bersin. Azim pul uchun tayyor. Allohim beraman desa, berib yuborar ekanda. Hali men qo'ygan priz bor. Undan tashqari yana $100. Davay! Shohrux. Voy, Shohrux. Shohrux. Nima? Birinchi pishirib beraylikmi? Shohrux? Shohrux. Shohrux. Azim! Shohrux kim bo'pti? Axir tanlaysanmi yoki Babrelga Ha, ishonasizmi? donozchi. Bilan ochib qo'ysam keyin. Ha, menga vashcha farqi yo'q, vashcha farqi yo'q. Ya Babrello olib chiqib ketdi sizlarni. Balki Babrello tanlaydi. Davra tanla. Olib chiqib ketdi bitoga. Cho'man tanlaymanmi? Ha, tanla. Если что, ayblamaymiz, to'g'rimi? Если что, meni savora bermaymiz, to'g'rimi? Bittasida 1,5 million, bittasida 1 million, bittasida 500 ming. Qarang, agar mind game ishlatsa, hozir qo'g'lasham o'zlari aytdi. 1,5 million, 1 million 500 ming deb Boy naborat qildi, 500 mingdan boshlandi. Mange. Что там? Давай, Davay mind gaming. Garri Hamma Potter narsani ibahni. hisobla. Sen aqllisan, Babrello matematikadan o'qigansan, Amerikaga borib kelgansan, UCA deb yozilgan, bro. Hoppa. Sezib ko'ramiz. Yalab ko'r, mosh raqam chiqar ichida, pulni raqam. Mana bu sovuq. Mana jigarda mana shuni tanlayman men. Shu a? Da, делаем. Soma проебали. Okey. Birgalikda ko'ramiz, kelinglar. Soma проебали. Давай, делай газ. 1,5 million. If you're broke but you're still pimping, drinking, smoking, then say Mana 1,5 million. Yema. Ivan boshingga kitob bilan uraman turadi. O'rtoqlar Ahror Alixonov, Babrello va abuzerga kattakon rahmat. Bunda bizda keyingi shartli bemalol ko'raversanglar bo'ladi. Let's go! Xo'p, o'rtoqlar, challenge'imizning muhim daqiqalari. Men xabarim yo'q. Nima yasashganini bilmayman. Kim birinchi boshlaydi? Kattalarga javob beraylik. Yasagan narsangiz qani? Olib kelaman. Olib keling-chi, bir ko'raylik. Короче, nima qildim? O'zi popkornni o'zida ham sinmaydi, lekin yon atrofiga. Idishigami? Yana popkorn. Реально прикольно. Ish qilib yutuqqa yaxshi narsa bo'lsa, shuncha risk qilgan. Qariya odam mamlakat tepaligiga chiqarib olsalar hozir. Bemalol yuring. 30 ga qarab ketyapti, qilib yurgan ishimni qaranglar. Yorilmaydi. Men sizga ishonaman, yorilmaydi. Sal qo'rqinchliroq bo'pti, to'g'risini aytsam. Tik turishga ham odam qo'rqadi. Tik tursam orqaga ketib qolsam-chi dedim. Qani kunduzi tuxumingizni ko'rishning nimalarga qodir? Tak, meni qo'lim emas, ustozi Piri Komillarning qo'li. Qani bo'lmasa, ketdimi? Ha, davay, ketdi. Uy! Sinmadi menimcha. Yo, sindi. Sindimi? Sindi deb o'ylayman. Nima bo'ldi ekan endi? Voy, mana qarang. Mana sindi deb o'ylayapman. Nima deb o'ylaysiz? Men nima deb o'ylayman? O, ketdi mana. Hop! Qani. Va! Kunduzi akani tuxumi. Sinmadi. Va nihoyat qattadir yutqizmadim. Tabriklayman. Rahmat. Siz уже g'oliblardan birisiz. Da. Keyingi ishtirokchi kim bo'ladi? Umid qilamanki, yagona g'olib bo'laman. Farqi yo'q. Tayyormisiz? Cho, sinadi sinmaydi sizniki? Sinmaydi, ustalik. 100% sinmaydi. Ustalik. Wow! Ishlarmikan bu? Короче, parashyut ishlamasa ham ham ishlaydi. Ichida aniq tuxum bor shuni. Ha. O'rtoqlar, shuncha harakat uchun agar hali ham videoga like bosmagan bo'lsangiz, просто bitta like bosib qo'yinglar. Sizlar haqingizda ketmaydi. Bitta dona like shuncha harakat uchun. Didosh, davay. 50 metr bo'lganda ham sinmaydi deb o'ylayman. Вообще o'zi aniq ana nima qolsa. Tuxumim rangi boshqacha-yu. Sezishmasa kerak. Eng g'almisi meni tuxumim sinmadi, lekin duxum sindi. Sizda уже opit bor, malaka bor. Nima deb o'ylaysiz? Didoshning parashyuti вообще ochiladimi, yo'qmi? Parashyut точно ochilmaydi. Lekin tuxum ham sinmasa kerak emas. Voy. Tuxumim ishonaman, sinmaydi, lekin o'zi bitta qolib bor-da, kunduzi. Uniki sinmadi-ku. Deb meniki ham sinmasa bo'lishib olamiz dedik. Ko'ramiz endi nima bo'ladi.
Parashyut ishladi lekin ko'rindimi? Ko'rindimi? Adashimman lekin, parashyut ishladi. Sekin. Naskila sopdimi? Voy, nech pulga ketgan ey? Nech o'shatdinglar sizlar? O, nima qilgansizlar buni? Sinmabdimi? Voy, yaxshi. Yo'q, Endi sindirsam maylimi? Bemalol, davay. Sindirsam maylimi? Ko'rdingizmi? Parashyut ishladi. Da, mana mashinaga qoldi. Agar uni kattaroq bo'lganda, balkim sekin oshib qolardi. Da, eto 50 metr bo'lganda ham, значит, bundoq sekin tushardi. Ko'rdinglarmi? Ishladi. Fizik, mexanik, injener. Gap yo'q. Omonxon boshlab yuboribdi bolalar. Omonxon. Omad birodar. Hech yordam bermaydi bu ham. Ikkita shar ushi. Ya, ikkita shar bu. Mana. 6-7. Ko'taringlar Omonxonni, ko'taringlar. Va xursand do'stlar. Albatta mana shu videoga like bosib tashlaylar. Omonxon tayyormisiz? Da. Короче, Omonxonniki bog'inlikda hozir. Biling, hozir musrotiladi. Balandmi, pastmi, normalmi? Xolos siz balandroqga chiqing. Let's go. Okey, ko'tara olasizmi yana? Davay. Bo'ladi. Ya endi qolganlar endi musor to'g'rishdi. Musor bo'lsa tepadan musor bo'lsin. Tayyormisiz Omonxon? Hop, 3 2 1 ketdi. Davay. Voy. Sinmadi. Raja anaqa bo'lmadi. Tushunmadim, hech nima bo'lmadi-yu bunga. O'zi ochsin. Nima bu, Omon? Просто o't. Omonxon. Och, davay. Nima bila? Voy bil. Singan bo'ladi, sinadi hozir, ey. Omonxon, qo'ying. Sinadi, ey. Qanaqa ochamiz endi buni, Omon? Ya singan bo'lsa lekin to'g'risi roziman. Sinmagan. 10 ming. Nuda sinmagan, 100 talik bu sinish qiyin, men o'ynamayman ham hech qanaqasi. Shuncha tualetli bo'lmagan ichida. Labori singan bo'lsa, voy ey. Sinibdi. Voy sinibdi. Sinibdimi? Tepib balo bo'lmadi. Hech qachon yutmagan odamlar Da. birinchi artitda. Omonxonga gap yo'q, eng qizig'i endi kunduzi bilan dudosh priz tanlashlari kerak bo'ladi. Bizda priz shundoqga berilmaydi, priz tanlab olinadi. Hozir ko'rasiz. O'rtoqlar, avvalambor challenge-da qatnashganlarga katta rahmat. 3 ta korobka bor. Uchalasida ham har xil summa. 500 ming, 1 million, 1,5 million. Bittalar tanlaysizlar, ikkiga 2 bo'lasizlar. Kim tanlaydi? Dudosh yoki kunduzi? Dudosh. Dudoshga ishondingiz. O'lay, agar roziman, nech pul bo'lsa ham. Da. Dudosh, keling. Qani dudosh tanlaydi, hozir ko'ramiz, qani. Qaysi turda 500 ming, qaysi turda 1 million, qaysi turda 1,5 million. Qaysi? Dudosh, qaysi? Любойni tanlayver, любойni. Mana shu, a? Yo'q, mana. Bu. Hop, qarang. Bu mana shu sizni ushlab turing. Yo'q, mana bo'ldi. Mana shu, aniq mana shu. Ha, buni ushlab turing, ochmang faqat. Ochmang faqat. Oo. Siz shuni tanlamoqchi edingiz, a? Birinchi. O'rtadagini tanlamoqchi edingiz. Keyin ochib ko'ramiz. Dudosh birinchi olmoqchi bo'lgani bu yoqda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 birinchi olayotganingiz 1,5 million edi, Dudosh. Bilin, o'rsam bo'lardi shuni. Buni ochib o'tirmang, keling qo'lingizdagini ochamiz. O'zingiz oching, ko'ring. 500 ming bo'ladi bunda. 100 talik. Baxt pulda emas. Yo'q. 1 million ekan. 1 million. Yaxshi. Ha, bu 1 million so'm biza Dudosh MC va kunduzi janoblariga topshiramiz. Hammalarga ishtirokchi kattakon rahmat. Biza bo'lsa, unda o'rtoqlar oxirgi challenge-ga o'tamiz. To'g'rog'i ko'ramiz. Bolalar yutadimi yoki-da qizlar jamoasi? Men qizlarga. Menimcha solidarность birinchi o'rinda. Menimcha bolalar yutadi. Qizlar. Steak yutadi lag'monni. Ko'ringlar. Sizlar tayyorsizlar? Albatta. Sizlarchi? Da. Padachilar qanaqa, normalmi? Tayyormisizlar? Давайте. Bog'chalarda qizil gullar terganda men dedim sen rayhonlarni voy qani atir gullar ochdi chiroy
Atirgullar ochdi chiroy. Qara, xushku billur saroy. Yulduzlar ichra tanho oy, yulduzlar ichra tanho oy. Azizimsan mening, aziz steykim. Da. Oo, ajoyib, ajoyib. Podachalarga lekin gap yo'q. Mana nima mana? O'rta, eshit. Ha, go'sht qalin-da, tushundingmi? Steak-da u. Oddiy men pichoq bilan. Qorningiz ochiydi-yu. Chunki ko'proq g'alaba qildingiz. Katta pichoqda ham kesilmayapti-yu bu. Qani, faqat chestni отзыв. O, ana. Ana, birinchi shonapam, qani? Tez kesildi, yumshoqdi. Fikringiz qanaqa? Hali fikr yo'q, a? Pomidorlardan, kartoshka, jo'xorilardan yeb ko'ring-da. Shoshmaymiz. Chef povor eng qizig'i bolalar. Mazza qilaman deb o'yladim, mazza bo'lmayapti deydi. $100 odam dori. Oyingizga doriga kerak. Beraveraymi o'zi уже? Ha, ayting. Xo'p, men professional shef-povor sifatida aytaman. Steak xuddi shunaqa projarka bo'lishi kerak. Usti ko'rishga qizargan bo'ladi-da, ichi medium well projarka. Ana veldan ham bo'lib qolmagan, quruq bo'lib qoladi veldan bo'lsa, medium well. Usti ko'rishgada, ichi yumshoq. Chestni aytaman, zo'r. Mana Jigarimizni steykimiz lag'mondan ko'ra steyk pishirish qiyinroq. Da. Medium bo'lgani yaxshi. Tako qo'llari bilan aka. Menga yoqdi, oddiy edim. Tez yutib yubordim. Men chaynab yurganim yo'q. Yaxshi, zo'r. Xo'p, Shon opa. Ikkalasini yegandan keyin aytsam bo'ladimi? Bo'ladi. Yaxshi. Lekin men qiziq, hozirgi emotsiyangizga qiziqdim. Nima? Qanaqa? Hozir ham lag'mondan keyin Emotsiya yomon emas. Sizlar juri bilan sporlashga haqqinglar yo'q. Yo'q, sporlashmang. Hozirgisi yomon. Tilim kesilsin sporlashsam. Yomon emas deysizmi? Zo'r lekin bu. Akamga paxta qo'ydinglarmi? Buni yashirib qo'yinglar endi, chunki lag'mon. Asl men bilan ham olish kerak. Yo, o'zi chiroq bo'ladi, to'kiladi. Men ham yordamlashaveraman, mayli sizlarga. Qizlar uyga saboy qil. Мы делаем мясо, ey. Мясо. Xo'p, endi qizlar qani ketdi? O, originalniy podacha bo'lyapti. Hozir 1 minut. Ichishga nima ichasizlar? Bizda 2 xil. Komon, kumas reklama bu. Bular sok bilan vkusini перебит qilishmoqchi. Lag'monni vkusini uncha o'xshamagan. Sharlanib qolmaydi, to'g'rimi? Yo, bu anaqa просто kompliment. Tatib ko'rasizlar уже. Yo, yeb ko'ringlar, bemalol, men yemayman. Men yeyish niyatim yo'q. Hop, qani mana ketdi. Jurilar baho beryapti. Muhim daqiqalar. Nima qildi bu? Go'sht pishmagan, men boya aytdim, pishiringlar yaxshiroq. Mana salfetka. Qiz bola deb baribir xato qiladi. Ko'ngli aynisa salfetka ham bor. Menga lekin yaxshi go'sht tushdi, bilmayman, mesela pishmay tushgan. Kattaroq go'sht tushib qolgan bo'lsa kerak-da. Xo'p, Nodir, siz baho berishga tayyormisiz? Yana yeysizmi? Yo'q, men ozgina yeyishim kerak yana. Ozgina. Siz tayyorsiz, a? Hozir. Siz oxirida aytasiz, shef povor bu gal oxirida aytadi. Shon opadan boshlaymiz. Yo'q, Shon opa ham oxirida aytadilar. Voy, Nodir, sizdan boshlaymiz. Shon opa, hozir mana siz yaxshi bilaman dedingiz-ku. Siz boshlang. Xo'p, Shon opa nima deysiz? Уже echki uyalyaptilar Shon opa. Birinchi qizlarniki haqida fikr ayting, keyin oxirida общий fikr bilamiz. Хорошо, xo'p, mayli. Lag'mon o'zim yaxshi ko'raman tayyorlashni uyda. Lag'monni o'zini ham tayyorlayman uyda. Har doim emas, lekin tayyorlayman. O'zi powerlarda shunaqa narsa bor. Ovqatga masalliq kesilganda hammasi bir xil bo'lishi kerak, bir xil chiroyli bo'lishi kerak-da. Shuning uchun bu yerda sal men go'shtni marinovka qilaman deb, bu yerda marinovka qilinmagan ekan lag'monga. Qo'lni o'zi kesdi. Etdim qilish kerak. Yo'q, o'shanda go'sht yumshoq bo'lardi demoqchiman-da. Boshida komandamiz almashdi dedilar. O'shan to'rashga o'rnashaverdim. Men aybim yo'q. Bunaqa bo'lgan, boshida alohida komanda bo'lib, keyin alohida bo'lib ketdik. Tamam, xamirni ta'mi. Lag'monda muhim rol xamir o'ynaydi-yu. Endi xamir sotib olgansizlar-ku. Wow! Barakalloh. Biza mayli. Xo'p, Nodir, nima deysiz? Men nima deyishimni, men salfetka ichib turibdi. Go'shtni og'ilgacha chaynolmadim, yutolmadim. Lekin mazasi yaxshi, yomon. Ovqat yomon deb bo'lmaydi-yu, yaxshi. Xo'p, o'rta tushunarli. Endi ovqat qilishda ham yutib qo'ysak bilmadim. Chestni aytsam, harakat qilgansizlar. Hidi kelyapti lag'monni, lekin umuman o'zi kelmayapti, mazasi kelmayapti. Seldir faqat yaxshi maza beryapti. Lekin bulyonida maza yo'q. Ovoz so'raymiz. Birinchi Shona Shodiyeva beradilar, undan keyin Noir Nabiyev, undan keyin shef povorimiz. Ovozingizni kimga berasiz?
Qizlar jamoasi Ozoda Jo'rabekova yoki Zarina yoki Shohruz Jenskiy solidarnost, polidarnost. Yo'q, o'zlaringiz qo'yib beringlar. Yo'q, manipulyatsiya mumkin emas. Biz qarshimiz. O'zingiz shaxsiy fikringiz. Onam kasal. Mana $100 kimga berasiz bugun? Hech kimga bermasdim. Ya lekin steak $500 bo'lgan. $500 demang. Ya, realni. O'g'il bolalarning yorini oldingiz. Qizlar ham yomon tayyorlamagan, birinchi marta tayyorlaganga. Rostini aytaman. Mayli. Rostdan bolalarda go'sht yaxshi chiqqan, lekin qonda bor narsa bizani erkaklar uchun go'sht qovurish. Metabolizm. Bizlar erkaklar deyishdi. Azim erkak dedi, ozgina erkak dedi. Erkak o'ynaydi-ku bu. Nodir, siz. Hop. Men ham bolalarga beraman. Bu yutib oldi. Aka qizlarga bering, qizlarga bering. Chef povur qizlarga berdi. Oshxonada ham qizlar yutib qo'ydi. Tomat. Sizdan baribir bolaga bergan bo'lardingiz. Chunki steak professionalniy qilingan. Tushunolmi? Pishirish texnologiyalari ham как положено bo'lganda, rozmarin. Lekin bitta narsani inobatga olinglar. Yo, уже yutdik mayli. O'zi aytmoqchiman, gaz temasida qizlar asa qiynaldi, anaqa qovurishga go'sht solib qo'ygan, lekin qizmaga mana shunaqa. To'g'ri. O'zi master qilmoqchi edi qizlar. Azizlarga Alo, bolalar baribir shustrik bo'ladi-da, onasi tarashibdi. Jurilarga kattakon rahmat. Bizda bo'lsa o'rtoqlar bolalar jamoasini tabriklaymiz. Oshxonada raqobat qismadim lekin. Pul biz uchun muhim emas-da, masalan, xudo qarasa. Mehnat qilindi. Mayli. Ay. Jan qilsa qizlarga nimadir shirinlik olib berasizlar. Qizlar bilan albatta boy qizlarga $100 bolalar. Sizlarniki bu. Jigarim, siz oling. Halol, ya siz oling. Siz oling. Ya men pul muhim. Pul uchun kelmadim men jigarim. Ya qo'ysiz. Mayli. Biza Shonna Shodiyevaga va boshqa qolgan jurilarga alohida kattakon rahmat deymiz o'rtoqlar. Va aytgancha men endi bularga prizni alohida o'zim topshiraman. Yanami? Voy, ya. Uzi ko'payib ketdi. Ovqat qilaman. Hop. Yutgan jamoa. Yutgan jamoa. Raqobat $100 bor. degan jamoa уже. Raqobat qilmaydigan, to'g'rimi? Da. Qaranglar, $100 bo'ldinglar. Yuturib charchab ketdim. Bu yoqda 3 ta korobka bor. Korobka. Bittasida 500 ming, bittasida 1 million, bittasida 1,5 million. Xo'p. Qaysisini tanlaysizlar? Gapirsam maylimi? Ha. Gapirsam, biz yutqizgan komandaga biz tanlaylik. Biz hatto bu bot o'ziga tanlab beraylik. Da, biz yutqizgan komanda-yu. Kelinglar. Yaxshi ideya, menga juda yoqdi. Menga bu ideya juda yoqdi. Hozirdaxon o'tirib oling. O'tiring. Zarinaxon. Bo'lmaydi deb o'ylagandim, rahmat. Men stol singan ekanda, yiqilib tushmang dedim. Ko'rdingizmi? Qizlar, sizlar tanlab berasizlar hozir. Qaysi deb o'ylaysiz? Zarina, Ozoda yoki mana shu deb o'ylayman. Yo'q, sizlar bittasi dedi mana. Будто, по-моему, больше, но я опираюсь на это, но это будто, по-моему, будет больше. Mana shuni tanlab. Bu. Buni tanlaymiz. Mana shu. Sizga ham shu edi. Xo'p, keling, birinchi mana bu azmi tanlagan. Mana buni ochib ko'raylik. Hop. Bu yerda 500 ming bo'lgan ekan. Yaxshi. Men uchun yomon. Будто, по-моему, eng katta summa. Menimcha. Da. Menimcha eng katta summa. To'g'rimi? 1 million bo'pti. Yo'q, to'g'ri. Necha pul bor edi? Bu yerda 1 million. Haro. Mana bolalar bu pul sizlarga. So easy. Ne, azimga 1 million ketib qoldi. O'rtoqlar, videoni shu yo'lgacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha videoga like bosish va mana shu 3 ta challenge haqida fikrlarni kommentariyaga yozish esinglardan chiqmasin. Tez kunda yangi videolarda Kamol Qo'qorov YouTube kanalida ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat. To'xtab turinglar, Ajoyib bo'lgan go'zal qizlarimiz uchun biz 500 ming so'mdan shikolatlar olasizlar. Endi arzimasa ham. Kinder surprizga. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan pul Menga berilari undan ko'p o'sha pullar. Kamol mana shuncha video. Sizga mana подписчиклар, sizga Kamolga подписчиклар, like, comment, repost, podarka qilsin bo'ldi.
shuncha pul ketyapti syomka qilishga. Ancha muncha pul ishlatyapti. Nech pul ketyapti, Kamol? Nech pul ketyapti? 4,5 ming? Yo'q, aytvoringmi? Yo'q, pastkash yo'q. Shunda bo'lsa yetamiz. Mayli, rahmat. Bolalar ham yutdi, ham pul ham berdi bizga. Zo'r. Zo'r. Просто респект, реально.